Angina u xalq tilida angina deyiladi, lekin aslida tanlang murtagini tez-tez shamollashi va tez-tez yiringlashi bu surunkali tanzilit yoki bo'lmasam ba'zi paytda angina deyiladi. Bu asosan umumiy immun sistemani pasayishida va ko'p miqdorda sovuq narsa iste'mol qilishda, morojeniy deymizmi, sovuq suv, qanaqa ichimlik deymizmi, iste'mol qilishida kelib chiqadigan kasallik. Anginada bunda asosan tomog'ida yiring paydo bo'ladi, temperatura ko'tariladi, 39-40 bo'lib ketadi va temperatura berib odamga og'riq beradi. Surunkali tanzil umuman boshqa narsa. Surunkali tanzil bu bir necha bor tomog'ida og'rish kuzatilishi natijasida tanlang murtagida lakunlarda yiringli probka paydo bo'lishi va bu uzoq muddat davom etsa agar bu narsa qaytalansa, ya'ni bo'g'inga, yurakga, ba'zan pochkaga, ya'ni bu yerga ta'sir qiladi. Revmatizm, mitral klap yetishmovchilik kasalligiga kelib chiqadi. Buning asosiy davosi tanlang murtalarini olib tashlash, ya'ni tanzilektomiya operatsiyasini bajarish hisoblanadi. Lor bo'yicha yanada qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.